Daydi kuchli ushlashi boshlangan. Beparvolikning achchiq oqibatlari qayd etilgan manzilga ijodiy guruhimiz bilan yetib keldik. Biz jabrlanuvchining otasini haqiqat obyektivlari qarshisiga tortdik. Chiqsak shu hamma joy qonda tishlab tashlagan it, g'ajib tashlagan. Kirib so'radim o'g'limdan, keyin nima bo'ldi desam, it tishladi dedim, aytib musor oxlat titayotgan bo'lgan, it tashlangandan keyin oyog'idan tishladi dedi, harakat qildim bo'lmadi, oyog'imni tishlab sudrab, yuzimni burnilarni aytlan tishlab tashlagan, hamma joyini sindirib tashlagan suyaklarini. Shunga endi hozir banisada yotibdi hozir, palataga endi olishdi hozir. Bu narsa ertaga birovni hammasini maktabga bolalari boradi, nitoga boshqalarga ham ziyoni tegish kerak emas, nitoga bir tomonda. Bu tomonda ham it ko'p, hammasini bir tekshirishdan buni. Birovga jabr tegish kerak emas bu narsa. Men unga aytdim, yopaverasan desam, dada kurtkani yopib olganim yaxshi dedi. Yaxshi endi ochmagan. Bu kurtkasi men unda bo'lgan. Kurtkasi endi balon kurtka bo'lgan. Mana shunday joyini uzib sudragan it. Mana shu yuzidan boshini nimalarni tishlagan, kurtkasi borligi ham bir foyda berganda buni. Bo'lmasa hamma joy bo'zib. Badanni polni tishlab tashlagan chaqilib. Reyd bo'layotgan jarayonlarning e'lon qilinayotgan videolar kommentariyalarida tarmoq faollari tomonidan mana shunday jarayonlar o'tkazilishi kerak, sarlavhali joylar manzillari yozib qoldirilmoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi. Ayanchli holat yuz berganida hokimiyat vakillari bunga qanday izoh beradi? Bolamizga vaksina qilindi. Bundan tashqari o'sha kunda o'zida ichki ishlar bo'limi va veterinariya bo'limlari hamda obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tezkor tadbir uyushtirilib, mahalla hududidagi daydi itlar va aholi xonadonlaridagi itlar olib ketilib, o'sha kunda o'zida taxmin qilingan ishlagan itlarni olib borilib, veterinariya bo'limida tahlillarni o'tkazish bo'yicha olib borib veterinariya bo'limida joylashtirildi. Voqea bo'lmasidan oldin ham aholi tomonidan murojaatlar bo'lganmi va bo'lgan bo'lsa bunga qanaqa choralar ko'rilgan? Albatta bu holatda Yangiyo'l shahrimizda bunaqa murojaatlar bo'lgan, albatta. Borib ko'rishinglar mumkin. Bugungi kunda obodonlashtirish boshqarmasida ushlab kelingan itlar aynan shu boshqarmada saqlanmoqda. Menimcha boshqa tuman shaharlarda ham bo'layotgan muammo itlarni topshirish joyi deyiladi. O'sha topshirish joyida muammolar bo'lganligi uchun itlar obodonlashtirish boshqarmasida boqilyapti. Holat yuzasidan o'tkazilayotgan reyd jarayonlari davom etayotgan bo'lsa-da, ammo mazkur holatdan norozi bo'layotgan insonlar ham topilmoqda. Bolani tishlagan itlarni tutish kerak. Hamma itlar, daydi itlar aybi yo'q bu yerda. Hammasi tishlamaydi odamni. Yuvoshlari ham bor, har xil bor. Hozir bizning obodonda joy kam. Ikkita kletka, hamma itlar u yerga siqilmaydi. Baribir priyut ochish kerak. Balki norozilik o'rinlidir, ammo axlat ichida yurgan itlardan kasallik chiqmasligiga kafolat yo'q. Ishlatilgan shpritslar, oyna siniqlari, uydan chiqadigan maishiy chiqindilar uyumi va hokazo. Manzilda muntazam yashab kelayotgan fuqarolar itlardan norozimi? Ancha yildan beri kuchlar bor, ancha harakat ham qildik, yo'qota olmadik. Biz norozimiz mana shu kuchlar yurishiga, mana bolalarimizni ko'rdinglar. Ancha har doim quylayapti, qochyapmiz deydi. Qancha vaqtdan beri aziyat chekasizlar bu masala bo'yicha? 5-6 yildan beri mana shu ahvol. Mana endi xudo xolasa musorlarni tozalab olsak, kameralar qo'yishga, chiroqlarni qilishga yordam bersa yaxshi bo'ladi. Eng katta muammo desak ham bo'ladi. Aynan daydi itlarning ko'pligi. Bunga bir necha sabab bor. Sun'iy ravishda yaratilayotgan axlatxonalar Yangiyo'lda aynan daydi itlar soni nihoyatda oshib ketgan. Undan biri ham hali ushlanmadi, lekin anchasi ushlandi. Bu jarayon davom etishini xohlardik, chunki bolalarimizning xavfsizligi birinchi o'rinda. O'rganishlar jarayonidan keyin tibbiyot muassasasiga borib, jabrlangan o'quvchini holatidan xabar oldik. So'zlarida qaltiroq, bola hali ham qo'rquv ta'sirida. Anaqa yeb hamma kiyim kiyib olgan odam kelib videoga olib, "Sen hali tuzalganingdan keyin video ko'rsatasan" deyishadi. Tibbiyot muassasasiga olib kelingan bolaning ahvoli og'ir darajada bo'lgan. Unga xizmat ko'rsatilgandan so'ng ahvoli o'rta og'ir darajaga ko'tarilgan. Bu haqda unga tibbiy xizmat ko'rsatgan doktor quyidagilarni ma'lum qildi. Yuzida, qo'lida, oyoqlarida ko'p tomonlama jarohatlar bor edi. Tishlaganda uzoqlikon darajada tishlaydi. Bola ahvoli og'ir edi. O'sha kiygan zahot o'zi biz operatsiyaga oldik. Yuz sohasida ko'plab yaralar bor edi. Burnida, qulog'ida va bosh qismida ko'rgan bo'lsangiz, mana rasmlarda ham ko'p joylarda internetda chiqib ketdi. O'ng taraflama ochiq yara bor edi. Uni hammasini tikib birlavchi ishlov berildi. Agarda sizni it tishlab olsa, tanangizni qaysi qismiga tegishidan qat'iy nazar eng yaqin tibbiyot bo'limiga murojaat qiling. Sababi itlarni immuniy sulakay orqali quturish kasalligi yuqadi. Bu kichkina yara bo'ladimi, katta yara bo'ladimi, birinchi ishlovda xirurg berish kerak va faqatgina vaqtida qilingan emlash quturish kasalligidan qutqarib qoladi. Itlarning bir manzilga jamlanayotgani aslida insonlar tomonidan yaratilgan sun'iy chiqindixonalardir. Xulosa qilishni o'zingizga qoldiramiz. Har qanday holatda nafsingiz hissiyoti bilan emas, aqlingiz tafakkuri bilan fikr qiling. Bu kun Bekzodjon Zokirov, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent viloyati.